tushundingmi? Fikri qalmang gitsa, tushundingmi? Ijtimoiy tarmoqlarda ayol kishi hamda ichki ishlar organi xodimi o'rtasidagi tortishuv aks etgan video ommalashdi hamda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Xo'sh, voqea aslida qanday bo'lgan edi? Hozir aniqlik kiritamiz. Gentra avtoulovini to'xtatganimda monitordan foydalanib kelayotganligi aniqlandi. Ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman degan paytimda menga qarshilik ko'rsatdi, qo'l qo'yishdan bosh tortdi. Orqasidan shu ayol kishi keldi. Ayol kishi kelib, u menga nisbatan har xil haqoratli so'zlar qilishdi. Jarima rasmiylashtirdim xolis ishtirokida. Voqea shu bilan yakunlangandek edi. Ammo qoidabuzarni himoya qilish uchun avtomobilni bemalol boshqarib yetib kelgan Rahmatjonovaning ham hujjatlarida yaxshigina muammolari borligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni u transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilingan ekan. Shu kelgan ayol kishini hujjatlarini so'ragan paytimda hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Haydovchilik guvohnomasi mahrum bo'lgan ekan. Keyin oldi oyna tonirovkasi, ruxsatnomasi yo'qligi aniqlandi. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga qo'yaman deganimda faol qarshilik ko'rsatib, har xil haqoratli so'zlar bilan haqoratlab, olib borishdan bosh tortdi. Evakuator chaqirdim, yordamchi kuch, ekipaj chaqirdim. Videoga olishni boshladilar meni. Videoyim chiqmasin deb qo'llardan telefonni yulib oldim. Keyin jarima maydoniga boramiz deyishdi. Birinchi qarshilik ko'rsatdim. Jarima maydoniga bordik. Shumochiliklar kelib chiqdi. O'zim bilmagan holda jahl ustida haqorat qilib, haqoratli so'zlar ishlatdim. Mashinamni shtrafnoyga tiqib qo'yishda, kelib olib ketdi-da. O'shandan keyin bordim. Borganimda bir-birini haqoratlab, janjal ustiga kelib qoldim. Keyin uni tinchlantirib olib ketishga harakat qildim. Qonunga bo'ysunmasdan hujjatsiz mashina haydaganni o'zi noto'g'ri. Keyin baribir davlat xodimiga qonuniy talabiga bo'ysunish kerak edi. Hammasi shu arzimagan narsani deb katta mojaroga aylanib ketdi. To'g'ri deb bilmayman. Ozgina qizishib ketdim. Bu holat menga dars bo'ldi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Ichki ishlar xodimidan, xalqimizdan so'zlagan haqoratli so'zlarimga uzr so'rayman. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan jamoatchilik muhokamasi o'tkazildi. Unda aynan qoidabuzarlar istiqomat qilib kelayotgan mahalla raislari va faollari hamda huquqbuzarlar ishtirok etib, fikr-mulohazalar bildirildi. Bu bo'lgan jarayonni ko'rib, men juda hayron bo'lib qoldim. Ayol kishining og'zidan chiqayotgan bunaqa qo'pol muomalalarni, qo'pol so'zlarni. Bu ayolimiz bizga ko'chib kelgan paytda qo'shnisidan ham oddiy holatdan shikoyat qilganda biz qo'shnilar bilan kelishtirib qo'ygan edik. Mahalla faollarini yig'ib bu ayolni chaqirib tushuntirish ishlari olib boramiz. Qonun ustuvor, jazo muqarrar, qonun oldida hamma barobar. Shundan so'ng jamoat joyida yurish-turish qoidasini qasddan mensimasdan harakat qilgan, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan, yo'l patrul xizmati inspektorini obro'sizlantirishga uringan qoidabuzarlar ustidan sud majlisi o'tkazildi. Sud qaror qiladi. Rahmatjonova O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 41-moddasi va 194-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rahmatjonovaga uzil-kesil bazaviy hisoblash miqdorini 30 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Normativ O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi hamda 194-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Tayinlangan jazolarni qoplash yo'li bilan uzil-kesil normativga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. To'lqinova O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 194-moddasi birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobar miqdorida 1,125,000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Qanday vaziyatga tushishidan qat'iy nazar inson o'zini boshqara olishi, asablarini jilovlay bilishi lozim. Ayniqsa ayol kishi uchun omma oldida bu kabi ko'rinishda namoyon bo'lishni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Agar huquq-tartibot xodimlarining xatti-harakatlariga e'tiroz paydo bo'lsa, muammoning eng to'g'ri yechimi bu qonuniy chora ko'rishdir. Aks holda bu kabi vaziyatlar yana yuzaga kelishi mumkin.